Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, assalomu alaykum. FTV telekanalining ashaddiy muxlislari. Yana sizlar bilan g'iybat bo'lib qolmasin ko'rsatuv orqali diydorlashib turganimizdan juda ham xursandman va har doimgidek men Nilufar Sotiboldiyeva, endi har doimdek emas u, shu ikkinchi safar mana Ibrohim Ahmedov bilan, sevimli hamkasbim bilan yana bugun mehmonimizni savollarga tutamiz va ulardan siz qiziqqan ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Sevimli degan so'zingiz menimcha birinchi oxirgisi bo'lsa kerak shu loyihamiz davomida. Sevimli? Men shuni qalbimga tugib qo'yaman deb bo'ldi. Zahari sochib urishgan paytingizda axir men baribir sevimliman-ku. Sevimlisiz Ibrohimjon, sevimlisiz. Mana qarang, menchi hozir men eslayapman-da, shu siz bilan birinchi efir olib borgan paytlarimni. Umuman meni to'g'rimda boshqa inson o'tirardi o'sha payt. Hozir mana umuman boshqa inson. Sevimli aylanib ketdim. O'zim o'rgilib ketdingiz sizdan. Baribir tan oling, sizni hayotingizda ijobiy o'zgarishlarga sababchi bo'lgan insonmanman. Katta o'zgarishlar qilgan va mana shunday buyuk ishlarni boshlashimga turtki bo'lgan. Yo, tan olish kerak, rostdan. Bu mana u necha salkam 20 yildan oshiq o'rtog'im. Kaldan olib kalga solib mana sochlari o'sib ketdi. Hamma narsa qilgan bu. Uni gapirgan, buni gapirgan. Mana qarang mana, qarang qanaqa kelishgan, istarali mana. Yigit oldingizda o'tirib. O'zim o'rgilib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, assalomu alaykum azizlar. Nilufar Sotiboldiyeva mana shunday go'zal va betakror ta'riflardan keyin yuqori kayfiyatda, super kayfiyatda bugungi g'iybat bo'lib qolmasa loyihasini ochiqda e'lon qilamiz. Birinchilardan bo'lib bugungi mehmonimiz aynan Instagramda o'sha ko'k rangli galchkani qo'lga kiritgan blogerlar orasida. Bizga o'xshab pulga sotib olmaganlar. Oyiga pul to'lamaydilar. Azoda. Yusuf Ahmedova. Men aytaman baribir familiyalarni. Meni familiyam juda ham qiyin dedilar Azoda ko'rsatuv boshlashdan avval. Endi Sotiboldiyevachalik qiyin emas-ku. Chiroyli familiyangiz bor ekan, e'lon qilamiz. Dedik, e'lon qildik. Azoda, yaxshimisiz? Assalomu alaykum barchaga. Taklif uchun kattakon rahmat. Xursand bo'ldim. Sizlarda insonlar bilan birga o'tirib suhbat qilish men uchun rostini aytaman faxr, chunki yoshligimdan ko'rib katta bo'lgan insonlarimsizlar. Rahmat kattakon. Sizga rahmat. Shunchalik hurmat qilib tashrif buyurganingiz uchun. Xo'sh, Nilufar, ochib oldik ko'rsatuvni. Ana endi hujumga o'tasiz. Yo'q, endi hujumga o'tmaymiz. Menga har doim bir savol qiziqda. Mana Ozoda degan ism bor, yoshligimdan sevaman men Ozodani. Sulularni sardori Xonzodani. Ozoda emas-da, Azoda. O'zi ismimni shu qo'shiqni yaxshi ko'rishib qo'yishgan ekan. Qozosini yashaganim uchun u yerda O harfidan boshlab Ozodani qiyin bo'lgan aytilishi. O'zada deb aytishardi. O'sha uchun A deb qo'shganimda ularda Azoda deyish udobni bo'lgan uchun. Siz o'zi asli Qozog'istondansiz? Asli Qozog'istonlik. O'zbek millatiga mansub. Yo'q, tojik. Tojik millatiga. Qaranglar, Qozog'istonda tug'ilgan, tojik millatiga mansub. Hozirda O'zbekistonda faoliyatini yuritadi. O'zbek yerga tegan. O'zbekka turmushga chiqib, baribir o'zbek qoni aralashgan deydi-ku. Demak, shu o'zi ismingiz Ozoda, lekin pasportda qanaqa yozilgan? Pasportda ham Ozoda. Ozoda yozilgan, lekin o'sha qiyin bo'lganligi uchun Azoda deb chaqirishgan. U yerda ko'pchilik xato aytishardi-da, O'zadadirda, O'zodadirda, shu uchun boshini Aga o'zgartirib Azoda deb qo'yganman, shu bilan shu bo'lib ketgan. O'zbekistonga qanday kelib qolgansiz? O'zbekistonga 2020-yil taklif bilan kelganman. O'sha Instagramda shu videolar aylanayotgan paytda taklif bilan chaqirishgan, hamkorlik ishlash bo'yicha. Payt house bo'lgan, o'sha house orqali kelib, boshida bitta o'zim kelganman, uyimdagilarsiz. Shu yerda kelib, keyin ijod qilib, yaxshi bo'lib, shu yerda qolib ketdik keyin. Mana hozir Azoda adashmasam shu bir 20 necha? Yoshimmi? 25 yoshman. 25. U payt kelgansiz 20 yosh bo'lgan. 5 yil avval ekanda. Qo'rqmaganmisiz 20 yoshli qiz boshqa davlatga borib? Karantin payti bo'lgan, rosa orzu qilardim. Endi biz mehnatda o'sganmiz, yoshligimda raqqosa bo'lish niyatim bo'lgan. Endi sharoit taqozo qilmagan, ishlaydigan paytimiz bo'lgani uchun karantin paytida o'sha hamma joyda ish to'xtagandan keyin oyim payt Koreyada ishlayotgan paytida bo'ldi, endi o'zingning orzungga harakat qil deb o'sha taklif bo'lib qolgan paytda o'zlari oq-fotiha berganlar, tushunarli. Karantin payti bo'lgani uchun chegarada 3 soatlab qolib ketib, zo'rg'a o'tib kelganman bitta o'zim. Orzularga yetishim kerak, hamma ishonmagan payt ishonish kerak, oyim qo'llab-quvvatlagani uchun borishim kerak deb niyatda kelganman. Shu bilan shu yerda ekan rizqim. O'zi tegi Qozog'istonda yashayotgan paytimda sovchilar kelganda hayotda Toshkentga yerga tegmayman derdim. Bormayman otga, shunaqa derdim. Men bormayman Toshkentga, men bormayman derdim, lekin bormayman hech qachon degan narsamni o'zi Xudo teskari qilib qo'ydi.
shundoq Xohlab kelganman. keldingiz, O'zim judayam xohlab. xohlab keldingiz oxiri. 2009-yil onam Koreyaga ketganda shu naqadan ketgan, aeroportdan ketgan edi O'zbekistondan. O'shanda atlaslarni ko'rib mehrim tushgan, rostini aytganda. O'sha narsaga mehrim tushib, keyin borib o'zbekchani yaxshilab o'rganib, harakat qilib keyin kelganman. To'xtang, siz hozir bu o'zbekchani o'rganganingizmi? Ha. Yo, rostdan deb ba'zi bir o'zbeklardan toza gapiryaptilar-da. Endi ko'rsatuvimizning nomi g'iybat bo'lib qolmasin. Xullas, g'iybat bo'lib qolmasin, mana endi o'zingiz boshladingiz. House-ga meni taklif qilishgan. House endi ingliz tilidan o'zbek tiliga bir uy degan ma'noni anglatadi, tarjima qilinadi. Sizlar uyda blogerlar yashagansizlar. Yo'q, uyda faqat bitta men yashaganman. Meni uy joyim bo'lmagani uchun o'zi boshida shartnoma bo'yicha 2 xonali kvartira olib beramiz. O'sha yerda ijod qilishadi deyishgan. Keyin katta uy olingan bo'lgan. U payt o'zim bitta o'zim yashaganman. Shu axrani hammasi bo'lgan u yerda. U yerda faqatgina men yashaganman. Uni kim taklif qilgan sizni shunda? Prodyuserlar deydimi shu. Toshkentdan taklif qilingan. Taklif qilishgan. Keyin bir bo'lgan shunaqa bir uy bo'lgan, u yerda blogerlar yashagansizlar, vayllar olgansizlar, roliklar olgansizlar. U qaysi house bo'lgan? O'sha house bo'lgan. O'zi biza proyekt bo'lganmiz, ya'ni shu Toshkent City, Magic City'ni proyekti bo'lganmiz-da. O'sha bo'yicha kelganmiz. U yerda faqat bitta men yashaganman, bo'ldim. 2 oygina. Keyin o'zim kvartira olib chiqib ketgan bo'lganman. Ish yaxshi bo'lgandan keyin tanish topib kvartira olib chiqib ketganman. Yaxshi bo'lgandan keyin, tushum yaxshi bo'lgandan keyin. Keling ochiq oydin gaplashamiz. Yashamagan lekin, u yerda mumkin bo'lmagan yashash. Hamma ertalab 12-11 da kelgan, ijod qilgan, video olishgan, keyin ketishgan. Demak hech kim qolmagan. Yo'q, men bilmas ekanman, qarab o'tdim. Ani house-da kelib qoldim deganlar. Tashkent City'da istiqomat qilaman, shuning uchun men bilaman-da. Aynan o'sha yerda bo'lgan. Qanaqa bo'ldi Nilufar qani? Karantinda house-ga kelganman. Men karantin payti hamma joyda house bo'lganda, endi boshqacha javob qarasa. Ular house demayaptilar, house, English. It's an English word. It's English not together because the Windows XP chekkim magana Apple juice bo'lib yotibman. Men o'sha qanaqa qilib kelishsiz keyin uy deganingizdan keyin tushundim-da. Doktor House ko'rganman-da. Yo'q, boshqa so'zni aytdilar. Mana aytdingiz-ku siz, keyin yaxshi bo'lib ketdi, o'zim alohida kvartira olib chiqib ketdim. Shu ochiq oydin agar ayta olsangiz, shu qancha miqdorda sizga oylik berishgan? O'zi Qozog'istonda sharoitimiz yaxshi bo'lgan, lekin uy olamiz degan pulimizga aldanib qolgan bo'lganmiz. Hamma narsamizdan ayrilganmiz. Shuning uchun oyim ko'tara olmasdan ketgan Koreyaga ishlashga. Men ertalab o'qirdim, keyin kelib idish yuvardim, keyin lavashda ishlardim, kechasi ertalabgacha nochda meva sotardim. Shunaqa ish qilardim. Bu yerda Toshkentda qancha oylik taklif qilishgan? Kelganimiz endi oylik berishardi, har xil $500 boshlanardi. Ishga misol kuniga 6 ta 3 ta video topshirardik. Shunaqa shuni har bitta rolik uchun olarmidingiz yoki oylik edi? Oylik uchun olardik. Keyin o'sha 3 oy bo'ldi house, 3 oydan keyin o'sha yopilishni boshlagan sekin. Xolam uyga ko'chib ketyapman deb o'zim kvartira olganman. U bitta o'zim yashaganman, hech qanaqa xolam bo'lmagan. Endi ortiqcha gap bo'lmasin deb kvartiraga ko'chib ketganman bitta o'zim. Keyin o'zimiz alohida chiqib, o'sha ishlashni boshlaganman, reklama bo'yicha shu bilan sekin-sekin ishlaganman. O'sha siz bilan birgalikda ish boshlagan o'sha taniqli blogerlar ham bor-da, mana o'sha ko'pchilikni bilamiz. Bittasi o'sha Ozod Leyl Xurramov sifatida tanilgan, u ham FTV telekanalida loyiha olib bordi. Lekin g'iybat bo'lib qolmasin, shu Ozod bilan ishqiy munosabatlar ham bo'lgan, ishdan tashqari deb men eshitganman. Ozod mendan kichkina bola, 2 yosh. Endi biz o'ylaganmiz Ozod balki yoki bu qanaqadir to'y qilyapmiz deb ham PR qilgansizlar-ku Instagramda. Ozod iltimosiga binoan bo'lgan. Men yo'q deganman, menga ta'sir qiladi bu narsalar, men qilmayman deganman. Lekin shu iltimos qilgani uchun o'rtog'i, men u payt 2-3 tagina o'rtog'im bo'lgan. Endi hali ham shunaqa. O'zim ishonganim uchun, yaqin do'st olganim uchun, birga ko'tarilganimiz uchun, birimizga yordam berganimiz uchun shunaqa videolar bo'lgan, lekin hech qachon ishqiy munosabat bo'lmagan, chunki birinchidan men yoshim u payt 20 yosh, 21 yosh bo'lsa ham, o'sha hayot meni yaxshiligiga tarbiyalagan bo'lgan. Yoshimga nisbatan ancha katta bo'lganman, qiyinchilik ko'rib o'sganim uchun. Baribir u mendan kichkina bola, hech qanaqa unaqa munosabat bo'lmagan, prosta bir-birimizdan qo'llab-quvvatlash bo'lgan. O'sha ma'lum vaqtgacha. To hamma o'z yo'lini topib ketgungacha. Lekin hozir Ozod bilan bilishimcha munosabatlar yomonlashgani sabab nima bo'lgan?
munosabatlari yomonlashmagan. Aniq yili esimda yo'q. G'iybat bo'lib qolmasin, ochig'ini turing hamma narsani ochiq Biz gapiramiz. hech kim g'iybat qilmaymiz. Biz bor haqiqatni gapiramiz. Yo'q, yaxshi bola, men yomonlamayman, yaxshi bola. Bir-birimizni non tuzimizni yeganmiz, yordam berganmiz. Ajralib ketish esa shu yonimdagi o'rtog'im bilan ikkalasi urushib qolgan, keyin men bilan ham nimagadir tortishib qolgan. Shuni bo'pti, xo'p, seniki to'g'ri deganman, bo'ldi bilan yig'ishtirilgan hammasi bo'ldi. Demak, siz o'zi shunaqa konflikt situatsiyalarda mayli deb ketasiz, Ha, mayli. Agar lop hayotda bo'ladigan bo'lsa, gapiraman. Yuz gaplashib olaman, kerak bo'lsa demoqchilar hozir. Shuncha muammo turganda o'shanga ham boshim og'ritgim kelmaydi. Asabim buzib. Ana, shuning uchun har doim kulib yuradilar-da. Endi mana blogerlikdan tashqari, o'sha aktrisalikdan tashqari qo'shiqchiligi ham, nima qo'l urib ko'rdingiz. Bu yoshlikdan qiziqish bo'lganmi yoki kimdir sizga maslahat berdimi? Hozir zo'r ketyapsan, Azzoda. Gazi bor. Azzoda deyshdimi? Oyim turmushdan ajralgandan keyin biz 3 ta farzand ketgan. 3chalang ham san'atkor bo'lasizlar degan. Ona aytganlar. Oyim ham orzusi bo'lgan san'atkor bo'lish. Musamana singlim professional qo'shiqchi. U diplom bor, o'qigan, ammam havaskorman. Ukam ham yaxshigina joylarga bitirgan. Endi hozir katta bo'lganidan keyin yig'ishtirgan, ishlaydi, hozir o'qiydi faqat. Oyim uy olib berganda shu qo'shiq aytaman degan niyat bo'lgan. O'sha orqali qo'shiq aytib, bitta qo'shiq aytdim, yaxshi ketdi. Keyin yana aytgim keldi. Shu bilan oyim har doim ayt qo'yindan keladi, aytgan zo'r ketyapti. Oyim turtki bo'lgan qo'shiq aytib ketishimga. Unda biz keling hozir bitta klip tomosha qilaylik, O'sha birinchi zo'r start bo'lgan lekin hozir poyezddan tushib ketadigan klipmidi? Ha, o'sha. Yo'g'arib ketadilar kravatdagiga. Undan oldin o'zi onamni eng baxtli ayol qilaman bo'lgan. Ha, yo'q, uni ham ko'rganmiz. Ammo nimagadir o'ylagan ekanmanki, mana shu klipingiz birinchi ommalashgani shu bo'lgandi. Zo'r ko'tarilib ketgan bu klip bittada. Shundan keyin gaplashamiz. Sevgi senga o'yin bo'ldimi aldading? Meni sevish qiyin bo'ldimi aldading? Mendan kechib ko'ngling to'ldimi qiynading? Sevmasang sen nega aldading? Ishonibman yolg'on to'la shirin so'zingga, aldanibman soxta ko'lgu qaro ko'zingga. Borim berdim faqat o'zingga. Sevmasang sen nega aldading? Shunday kunlar keladi bir kun, sog'inasan meni, sog'inasan. Senga hamroh bo'lar qaro tun. Og'rinasan hali, og'rinasan. Suratlarim qarab har kun hali. Ovunasan, eslab ovunasan. Yo'llarimda bo'la bir zum hali. Izlanasan, o'ylab izlanasan. Shunday kunlar keladi bir kun, sog'inasan meni, sog'inasan. Senga hamroh bo'lar qaro tun. Og'rinasan hali, og'rinasan. Suratlarim qarab har kun hali. Ovunasan, eslab ovunasan. Yo'llarimda bo'la bir zum hali. Izlanasan, o'ylab izlanasan. Yuribsan-da baxtga to'lib o'zingcha, baxt qasrida taxtli bo'lib o'zingcha. Qaytar dunyo, qaytar hali menimcha. Sevmasang sen nega aldading? Ishonibman yolg'on to'la shirin so'zingga, aldanibman soxta ko'lgu qaro ko'zingga. Borim berdim faqat o'zingga. Sevmasang sen nega aldading? Zo'r yengilligim bor sizlarga. Qanaqa? Bolalar, to'yim bo'lyapti.
Bu senga. Ol, rahmat. O'tgan, xo'pmi? Bu senga. Kimga Ozodagami? Ozodagami? Qanaqa ozoda? Menga qara, o'rtoq, kuyov jo'ram bo'lasan, ha? Gap yo'q. Bo'pti, ishondim senlarga. O'tlaring, ha? Xo'p. Ozoda bilan gaplashmaydi ular. Uydagilarni topishgan. Zo'r joyda. Yo'q, sevdim lekin. Menga qara, Ozodaga emas, kimga bilmasam, nima bo'ladi endi? Hayronman. Shunday kunlar keladi bir kun, sog'inasan meni, sog'inasan. Senga hamroh bo'lar qaro tun. Og'rinasan, hali og'rinasan. Suratlarim qarab har kun hali ovonasan, eslab ovonasan. Yo'llarimda poylab bir zum hali izlanasan, o'lab izlanasan. Shunday kunlar keladi bir kun, sog'inasan meni, sog'inasan. Senga hamroh bo'lar qaro tun. Og'rinasan, hali og'rinasan. Suratlarim qarab har kun hali ovonasan, eslab ovonasan. Yo'llarimda poylab bir zum hali izlanasan, o'lab izlanasan. Azoda shu qo'shiqlarga olingan kliplarning g'oyasi o'zingizdan chiqardi yoki o'sha rejissyorlar bilan, klipmeykerlar bilan ishlaganingizda ular sizga maslahat? Ayniqsa bechorani to'yi bo'lyapti. 85 kishi kirib olib plakatlar bilan hit kinolarda ham bo'lmaydi-da bunaqa. Bizni Fayzeton ko'rsatuvimizda ko'p bo'lardi bu. Biz ko'p muhokama qilardik. Grafika zo'r, g'oya zo'r deb esingizda bo'lsa. Yo'sa gapirardik biz birga shu efir olib borganimizda shu klip ham ketardi-da. Shunaqalardan kirib kelasizlar-ku. Endi u qo'shiqda yaxshi ko'rib tanlab olganman. G'oya menga tegishli emas, shu rejissyorga tegishli. Endi o'tda fikr bildirmaganmiz qanaqadir bundoq 85 kishini plakat u ko'tarib. narsa ko'pchilik qizlarni qo'lidan kelmaydigan narsani olib chiqaylik deb Jamobiy Undan keyin hech kim qo'ldan kelmadi baribir. Hali hech kim Duxi yetmadi hali bunaqa. Transparent ko'tarib kelishga. Shu ba'zi bir klipmeykerlar bilan qanaqadir orada muammolar bo'lib, sizni hattoki o'sha pulga uxlatib, keyinchalik hattoki bu vaziyatlardan siz shu darajada aziyat chekkaningiz uchun ham hattoki sog'lig'ingizga ham ta'sir qilgani haqida eshitdik-da, endi qulog'imizga yetib qoldi. Qochib qila olmaysiz. Uzun quloq gaplar deydi-yu. Savollarni yomon qiladi Nilufar. Turkiyada bo'lganman. Bu Turkiyaga borib klip olganmiz. Xatoyimiz O'zbekistondan bitta tajribali odam olib ketmaganmiz. $16,000 tushgan klip. Turkiyalik klipmeyker bo'lganmi? Ha, turkiyalik klipmeyker bo'lgan. Aktyor qimmat bo'lgan, muhtasham 100 yildagi Xurrem o'g'il bo'lgan ekan. Men rostini aytaman, tanimayman uni. Bloger qizimiz ismlaringizni aytishdi. Muborak. Muborak bilan birga olgandingiz. Olganmiz. U ham bilmagan. Birinchi kuni syomka bo'lgan, haqiqatdan sochimga oq tushib ketgan, qattiq siqilganimdan menga chunki yoqmagan. Aktyor, men ketaman, bo'ldi, ketaman, tugadi deyaverganda men уже injiqlik qilgan aktyor, ha. Gapirmas ekan hamda ular. Unda turib berar ekan, bo'ldi. Men unga o'zbekcha gapirib, ana sujet bo'lsa, gapirib bo'lsa, u borib rejissyorga meni so'kotdi onamdan deb gapirganda, men san onangni nima so'kaman? Men gapiryapman shuni. Tushuntiryapman, ha. Biz klipda gapirib sevishganlar bo'lgani uchun gapiryapman deb shunaqa qilganman. Klipda ko'rganda uni rejissyor, operatorlar biladi ko'p joy xatoligini, 100 mingga oftoblar tushgani, podsvetka yo'qligi, o'sha narsalarni o'zimiz bilmagan holda O'sha gapda Xo'rasqan chet ellikki bo'lsa, yotib olib yalaydi dedi. Endi shunaqa bo'lganda. O'zimiznikilardan qo'ymasin baribir. Taklif berishganda menga o'sha yerga olib ko'raylik, qo'shiqni davomi ham bor bo'lgan. Davomi olmayman bo'ldi deb kelganman. Endi u pullar rostini aytaman, men chunchagimdan chiqmagan. Men hech qachon 16 ming dollarga borib klip olib kelmayman. Sponsor bo'lgani uchun borilgan. Bemalol, mayli, sponsor bor edi. Reklamasi bo'lganmidi ichida? Ha, reklamasi bo'lgan. Endi u kelgandan keyin qo'li qaltiraydi, 16 ming dollar qanaqa oson emas klipga berish. O'zingizni uxlatmaganmi hech kim? O'zingizni shaxsiy pulingizga?
Hammasi yaxshi bo'lgan. Kecha o'zi bittasi $50 pulim berish kerak edi, telefon qilib. Telefon ko'tarmayotganiga telefon qilib baqirib asabiylashdimi? Birovga haqqim qoldirmayman hech qachon. O'zimdan ekanlar azoda. Osonlikcha topmaysiz pulni hozirgi zamonda. 16 ming haqidagi 50 ni o'z davoga olib kelsa 16 mingda reanimatsiyaga tushadi u odam. To'g'ri, agar to'g'ri ketmasa bu yoqqa. Endi o'zi qalbingizda o'zingizni ko'proq kim his qilasiz? Blogermisiz, aktrisamisiz yoki qo'shiqchimisiz? Bo'ladi-yu mana odam baribir bir nechta yo'nalishda bo'lsa, qaysidirdir sevimlisi bo'ladi. Bilmadim negadir menga sahnada qo'shiq aytish yoqadi ko'proq. Qaysi biri ko'proq daromad keltiradi? Endi blogerlik bo'lsa kerak, menimcha. Blogerlik albatta. O'zi Instagramda post nech pul? Post qanaqa reklamaligiga qarab belgilandi, lekin shu 3,5 ming, 3 ming, har 4 ming atrofida bo'ladi. Istoriyachi. Istoriya shu reklamasiga qarab 800-700 dan boshlanadi. Ana Ibrohimjon. Endi qarang, u narsa hammasi bizga qolmaydi. Biz ham soliq to'laymiz, soliq to'laymiz, komanda bo'ladi, administrator bo'ladi. Misol telefonga o'zim javob beray desam, meni o'zimning ishlarim bor, ulgurmayman. Administrator bo'ladi. Uni ideyasini pulga yozdiramiz, syomkasini pulga qildiramiz, aktrisani chaqiramiz. Misol $800 dan o'ldim desa, qolsa 250 shuncha qo'lga. Men o'zim ham shu narsa bilan shug'ullanganligim uchun shunchaki so'rayapman hozir. Bozorda narx-navo qanday debdi, shuning uchun azoda. Ko'rsatuv boshida aytib o'tdim, birinchi galochka olgandim shu Instagramda. Oldiz bu haqda shov-shuv bo'ldi blogerlar orasida deb orada tanaffus e'lon qilib qo'ydingiz. Yo'q, yo'q qoldi orada. u payt bizada katta battle ketyotdi. Blogerlarning orasida uy qo'yilgan edi. O'sha battleda qatnashyotdi. Bor fokusim faqat o'sha battleda bo'lib 11 ta bolani, 10 ta 11 ta bolani ichida baribir o'zim yutib chiqqanman, o'sha uyni yutib olganman. O'shani baribir qara uy olaman deb uy yutyaptilar. Maqsad to'g'ri qo'yilishi kerak-da. Galochkani olgan paytim juda kuchli depressiv payt bo'lganman. Shu o'rtoqlar mana shunaqa bo'lib ketgan payti bo'lgan. Ko'ra olmaganda, shunaqami? To'g'risini aytavering. Ko'ra olmagan. Hech kim yo'q bo'lib qolgan bo'lgan. Bitta o'zim shu Samir o'rtog'im bo'lgan. Telefon qo'lab o'tiribdi Samir, "Voy, galochkami?" deyapti menga qarab. Bundoq ko'rsatdi. O'shanda men o'zingiz ham bilmagansiz, hatto. Menga telefon qilishganda, "Singlim, Xudo degan banda ekansiz. Shundoq berdi-ya sizga" deyapti. Nechta bloger kelib $15,000 berishyapti. Hech kimga bermayapti galochka. Bitta sizga berildi shu galochkani. Tasdiqlandi SMIdan, o'tdi Amerikadan deb berishganda, o'shanda shunaqa xursand bo'lib ketganman, yig'lab, shunchalik atrofimda shunaqa narsalar bo'lyapti. O'shanda ham nohaqliklar bo'lgan, endi aytishganki, bu qizga olib bermanglar, bu qiz olmasin, birinchi biz olaylik deb ko'pchilik gapirgan ekan. O'sha odam o'zi aytadi-da. O'zi aytadimi shu? O'zi aytganda, "Senim Xudo degan banda ekansiz. Shundoq chiqdi sizga, hech qanaqa to'siqlar bo'lmadi. Qolganlar kelib, "Menimcha pul beramiz, menimcha" deyapti, ularga chiqmadi hali" deb aytganda. Birinchi menga chiqqan o'shanda. Olish qiyin haqiqatan. Juda qiyin. Dokument yig'asiz. Saqiz Amerikada jurnalga chiqarib. Wikipediyada ma'lumot bo'lish kerak. Juda talablari ko'p bu narsani. Aynan o'sha paytda o'rtog'imiz, eng yaqin o'rtog'imiz Samir o'zi. O'tirib, "Samir, nima bo'lar keyin u yog'i" deb ko'zlarim ishib ketgan bo'lgan, yig'lab, ovqatlanib o'tirganda bitta chiqib qolganda, butun hammasi ko'zim oldidan o'tib ketganda, "Mana shu bo'lsa kerak, hammaning oldida yuzim yorug' bo'lgan edi" deb shunaqa xursand bo'lganman lekin. Lekin hozir Samir bilan unchalik muloqot qilmayapsizlar. Yo'q, yaqinmiz. Yaqinmisizlar, chunki Samir bilan birga. Biz har doim ko'rishamiz. Oldin telefonga bir-birimiz videoga olardik-da. Hozir faqat o'tirib, gaplashib, ovqatlanib, prosta hamma bir-biriga bilan maza qilib o'tiradigan bo'lganmiz. O'sha oldingidek "Men bu bilan ko'rishdim" degan storiesda qo'ymaydigan bo'lganmiz. Ancha bosilganlar. Endi baribir hayot o'zgargan, turmushga chiqqanlar azoda. Endi shu shaxsiy hayot haqida ham gaplashamiz, g'iybat bo'lib qolmasin, lekin shu turmush o'rtog'ingiz O'zbek estradasining yulduzi Nilufar Usmonovani aloqalari bormi? Qarindoshmilar? Qarindosh emas, 8-9 yillik uka deydi. Yaqin bo'lib ketishgan hammaligisi. Bir-birini uyiga bemalol kirib chiqib yurishadigan, shunaqa yaqin bo'lib ketishgan. Qanaqa tanishgansizlar o'zi? Xo'jayinim bilan to'yimizga 1,5 yil bo'layotgan bo'lsa, o'sha to'yimiz bo'ladigan payti
Jamol Babajanovning oshxonasiga borganman ovqat qilishga, ya'ni chaqirganlar syomkaga. O'sha paytda o'sha Abdulloh aka telefon qilganlar, yo'ling bo'lsa shokolad olib kelib ber, qizlarga narsa qilib berishim kerak deganda, men bora olmayman, ishim ko'p degan iltimos qilganlar. Kelib tashlab ketganlar. O'sha yerda bir marta ko'rganmiz. O'shanda aytadilarki, yana klipingni gapirib berayotganingda ichimda gapirganman, "Ey xudo, bunchalik bu qizni hayoti qiyin" deb gapirib chiqib ketganman deydilar. O'shandan keyin ko'chada 1-2 marta ko'rib qolganman, lekin meni esimda yo'q, ularning eslarida bor. Shu bilan tug'ilgan kunlariga chaqirganlar. Men tabriklab yozganman o'zim. Tug'ilgan kunlariga 7 ga chaqirgan bo'lsa, o'sha kech bo'lib ketgan, o'sha payt konsertdan chiqqanmiz, o'sha hamma "Yo, bormaymiz, bo'ldi, kech bo'ldi" degandan keyin men olib borganman hammamiz yaqin bo'lmagan, просто chaqirishgan bo'ldi bizani. 11 bo'lsa ham borganmiz. O'shandan keyin tanishib ketganmiz, yanvar oyi bo'lgan. Yanvar, fevral, sekin salom alaykum qilib yurardik. Unaqa hech qanaqa o'rtoq unchalik ham bo'lmagan. Shunchaki salom alaykum qilib. O'shanda sezgansiz birinchi ko'rganingizda shu inson sizning umr yo'ldoshingiz, turmush o'rtog'ingiz bo'lishini? Yo'q, umuman. Qachonki men tug'ilgan kunimda Dyson olganman, sovg'a qilganlar. O'shandan keyin Dysondan keyin sezgansiz. Dysondan keyin Dyson hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan. 800-900 $limdo qarab. Demak, bunaqa sovg'alar bekorga berilmayapti. Narxini hisoblab chiqarsiz. Dyson sovg'a qilyaptimi? Demak, puli bor. Yaqinda chiqqan bu Dyson, demak, narxi qimmatligini hamma biladi. Men hech qachon oyimdan yashirmaganman. Kim sovg'a bersa ham, gul bersa ham, o'shanda ham 1-2 marta gul berganlarda ham oyimga aytganman. Oyim, men bu bola men moshinada menga gul olib kelib berdi. Hech qachon yashirmaganman. Oldin aytib qo'yganman oyimga, har doim aytganman. Ki o'zlar bilan salom alaykum qilganmiz, tanishlarimiz ko'p bo'lgan, o'rtoqlarimiz ko'p bo'lgan. Endi yaxshi odamlarning ukasi bo'lgani uchun salom alaykum qilib yurib, keyin tug'ilgan kunimga Dyson berganlar. Shundan keyin birinchi Samir jahli chiqib ketgan. Chetga chiqib, "Jinnimisiz? Nima qilasiz bundan Dyson olib?" Samir o'rtog'im jahli chiqqan birinchi. Men ketganda nima qildinglar bir pasda deb anaqa qilgan. O'rtog'im bo'lmagan, Dubayda bo'lgan. Hamma shokka tushib qolgan. Hech kimga aytmaganman, lekin gaplashib yurganimizni. Fotihamgacha hech kimga aytmaganman. Baribir nimadir bo'lmasin, ya'ni ko'z baribir bor narsa deb. Shundan keyin tanishib, yaqin bo'lib ketganmiz. Tezlashib ketgan. Siz endi aytgansiz, shu Dyson'im. Yo'q, men hech qachon biror narsa so'ramaganman, hech qachon. Yo'q. Qayerdan bilgan? Mana masalan erkaklarning tabiati shunaqaki, ular bilmaydi, aytmagunizcha. Ular bizning ko'zimizdan o'qiy olmaydi. Ularga aytish kerak til bilan, aniq ravshan qilib. Niluga aytdi, "Nilu nima olsa bo'ladi." Mana shunaqa misol uchun, lekin haqiqatdan biz o'zimiz nimadir bilib, magazin kirsak ham turamiz 8 soat, nima olish kerak, nima kerak. Sizniki aniq oydin pochchamiz kirib kelganlar. Dyson. Pochchamiz ayol pochcha emas, kuyovimiz bo'ladi. O'zi rosa xohlaganman bu narsani, Dyson olgim kelgan. Endi olmaganman-ku, ancha xohlaganman, lekin hech qachon namiyoq qilib unaqa narsa bo'lmagan. Yo'q, menimcha azodan shu ko'zlarida yozilgan bo'lgan yoki qaysidir postlarda, istoriyada yozib qo'ygan bo'lsa kerak. O'shandan sezgan. O'sha 12 da shu akalari, shu Jam aka, Turgay aka hammaligisi birga kelib gullar bilan u hayotimdagi birinchi meni yorim ko'zimni oldidagi narsa bo'lganda, mana birinchi marta. Ilk marotaba sizga shunaqa tabrik bo'lgan. Birinchi marta bunaqa narsa tabrik bo'lgandan keyin, ana ko'nglingiz nimagadir jiz etganda. Endi mana turmushga chiqqandan keyin hayot qanday o'zgardi? Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi. Mas'uliyatni oldin hamma mas'uliyat o'zimda bo'lgan bo'lsa, hozir hech narsa mas'uliyat bo'ynimda yo'q. Hamma narsa erimda. Hamma narsani topshirdingiz. Topshirganman. Mazza qilib yashayapman. Xo'p, ijodchi, misol uchun, lekin ijod sal ozgina baribir chetga surildi-da, lekin mana qarang, mas'uliyatni topshiribsiz, nega bo'lmasa ijod qilmayapsiz? Ana uch bering bir. Turmushga chiqqandan keyin men turmushga chiqqungacha to'yimgacha ertalab 5 ga syomkada bo'lganman. O'sha pul ishlashga edi 5 ta syomkada bo'lgan. To'ydan keyin men yotaman, ishlamayman, qo'shiq ham aytmayman, dam olaman deb niyatim bo'lgan, lekin 3 kundan keyin shu qaynona oyijonim, uyda o'tirgan qizmassiz, ko'chada yurgansizlar baribir, ishlarni qilaveringlar deb 3 kundan keyin ishga chiqqanman, lekin qo'shiq aytishda o'zim haqiqatan to'xtatgan bo'lganman, to'xtatib qo'ygan bo'lganman. Ana yangi qo'shiq chiqarmasdan mazza qilib o'sha vaqtda Instagramsiz o'tkazgim kelgan. Mana shu narsani Instagramsiz o'tkazib. Shunaqasi ham hayot bor ekan-ku, mana ayting, yo bizdan ko'rayotgan yoshlarga-da, misol uchun menimcha hozir yoshlar Instagramsiz hayotini tasavvur qila olmaydi. Sizlar hozir ularning uylarida yashaysizlar. Ano remont bo'lgan uyda kim yashaydi? Bunga hammasi qiziq, bu Dilbarga hammasi qiziq. Uni ijaraga topshirganmiz deb, undan ham pul olamiz. U yutib olgan uyimni
o'ta juda katta mojaro bo'lgan, majbur bo'lganman 50 yillik bo'lishga. Ana o'shani so'ramoqchi, Qo'shmagan qancha bo'lgan. odam ishlagansiz siz bilan? Ili o'tda Yo'q, mani komandam bir tiyin olmagan. qo'yganlarmi? Boshqa komanda qo'ymagan, majbur bo'lganman 50 yillik bo'lishga. Men majbur bo'lganman. Qanaqasi? Siz uni yutib olyapsiz-da, oshingizga pashsha bo'lib qanaqa qilib? Endi u biz ham shunda tortishishlar bo'lganki, men o sahnadan shunda Sadulla akaga berib chiqib ketganman. Men tortishmayman hech kim bilan. Shu paytgacha qiz bola boshidan tikka turib bitta o'zim kelganman. Sahnada 10 ta kishi tursa turaversin deb chiqib ketayotgan joyimda yo'q, dakansa borasiz deb turg'izishgan qaytib. Talashasiz oxirgacha deb. Endi u yerda botdan ovoz beriladigan bo'lgan, bot to'xtab qolgan bo'lgan, ishlamay qolgan bo'lgan. Keyin Instagramdan bo'lgan, Instagram menga foyda bo'lib, menga ko'p ovoz yig'ib ketgan bo'lgan. Qarshi komanda sal norozi bo'lgandan keyin taklif ulardan chiqqan 50 yillik bo'laylik deb, keyin oyimdan so'raganman, oyim o'zing ishing, o'zing hal qilasan deb, keyin men aytganman, boshimga ortiqcha problema kerak emas, 50 yillik bo'lsa 50 yillik mayli deb 50 yillik bo'lib yuborganman. Nilufar 5% ni ham bermas edi. To'g'rimi? Yutib oldim. Boshqacha gaplashardim. Qarshi komanda ham mehnat qilishgan. Yo, kechirasiz, men ham mehnat qilganman. Yo'q, bu loyiha bu yerda g'olib aniqlandi. G'olib bor, g'olib bitta bo'ladi. Oddiy, biz endi Nilufar bilan Real Barcelona temasida aytib beraylik, ikkalasi ham mehnat qilgan, lekin bittasi medal taqib ketadi. Bu degani medalni yarmini Realga berish kerak yoki Barsaga berish kerak degani emas-ku bu. Endi bosim o'tkazishganda Azodagi menimcha shuning uchun ham shunaqa qaror qabul qilishga majbur bo'lganlar. Agar bo'laveradi hayotda hamma narsa, bu hech narsa deydi. endi bilasizmi, men Azodani ayol kishi sifatida endi tushunaman, chunki inson vaqt o'tgan sari hayotida qandaydir bir voqealar bo'lgandan keyin aslida nima deydi, prioritetlarni, o'sha nima muhim, nima muhim emasligini o'zi uchun anglab oladi. Endi ko'rsatuvimiz g'iybat bo'lib qolmasin deb nomlanganligi uchun Azoda endi bu sizni shaxsiy masalangiz, lekin menimcha endi sizlar blogerlar shaxsiy hayotinglarni unchalik yashirmaysizlar ommadan. O'sha hayotingizda bo'lgan qanaqadir o'sha ziddiyatli vaziyatlar tufayli shu darajada siqildingizki, farzandingiz ham nobud bo'ldi, to'g'rimi? Onalik baxtiga muyassar bo'lish yo'lida shunaqa yo'qotishga duchor bo'ldingiz va menimcha hozir shu nuqtai nazardan ham shunaqa fikrdasiz bunaqa narsalarga. Endi shu mavzuga to'xtalishdan avval o'sha ona haqidagi klipingizni bitta ko'ramizda, ana undan keyin davom etamiz. Musiqiy tanamiz. Poyiga og'izdan gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragin tubiga mehrini joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Dadasi, bu ani singiz bilan jiyanlaringiz qachon ketishadi? Boshga bitgan balo bo'lishdi-yu. Shundoq ham sharoitimiz og'ir bo'lsa. Men qayerdan bilaman? Orasidan gap so'z o'tgan bo'lsa, 1-2 kunda olib ketadi deb o'yladim. Meni o'zimga ham yoqmayapti. Menga qarang, bitta yo'lini toping. Bo'pti, men ishdan kelib, nima o'ylashtiramiz? Ehtiyot bo'ling, xo'p? Yaxshi boring. Bo'pti.
ana ko'rdik endi har bitta baribir qiz bola uchun turmushga chiqqandan keyin o'sha maqsad onalik baxtini ko'rish, farzandini quchog'iga bosmoqlik endi sizda shunaqa bo'lib qoldi. Stressda bo'lganman, qo'yib bo'lganman shu operatsiya bo'lgandan keyin. Yo'q, hech narsa sabab bo'lmagan, unaqa ziddiyatlar, asablar o'zimni aybim bilan pastelniy rejim degan paytida men hali u viloyatga, hali bu viloyatga O'zingizni asramagansiz xolos bir so'z bilan aytganda. Mana o'zingiz gap ochdingiz, o'sha Instagramga qo'yish haqida. Mana blogerlar biz ham endi misol uchun ijodkormiz, televideniya orqali chiqamiz, tadbirlarda baribir omma bilan biz ham muloqot qilamiz, lekin blogerlarchalik hayotimizni bu darajada ochib tashlamaymiz, to'g'ri? Biz ham qanaqadir hayotimizni ba'zi bir jihatlarni ko'rsatamiz, lekin sizlarchalik emas-da, sizlar o'sha yeyotgan ovqatinglardan tortib, nima uchun? Bu arziydimi? Narkoz paytida qo'yib yuborganman u narsani, kuchli asabni, kuchli men chunki shokka tushib qolgan bo'lganman-da bu narsadan keyin operatsiya og'ir bo'lgan. Asabda qo'yib yuborgan bo'lganmanki, o'chirib tashlaganman o'zimga kelgandan keyin. Umuman aytmoqchiman. Boshida misol ko'p qo'yardim, o'z xo'jayinim ham qarshi o'zlarini qo'yishimga ham. Endi mana o'zim qo'yishimning sababi hozirgi paytda qo'ymayman o'sha. Hozirgi paytda juda kamdan kam qo'yaman. U turmush o'rtog'im bilan bir marta video qo'ysam, chunki men shu narsani sezdim, qachonki turmush o'rtog'im bilan nimadir video qo'ysam, o'sha kuni urishib qolamiz. O'sha kuni urishib qolamiz. Shundan keyin kam qo'yaman. Harakat qilaman. Misol bizani birinchi noldan boshlagan paytimizni kuzatadigan obunachilarimiz ko'p. Hayotimizni ko'rgan, misol qanaqa uylarda video qilganimni ko'rgan, lekin vaqt o'tib shu natijaga kelgandan keyin ular ham ko'rishsin deyman, shu odam qo'lidan keladi nimadir qilish, lekin har doim ham maqtanish uchun yoki hamma narsani qo'ymayman. Lekin bir narsaga qo'shilasizmi? Instagramda ko'rayotgan hamma narsamiz ham haqiqat emas. Yo'q, 90% yolg'on. Nima uchun mana yolg'on hayot ko'rsatishadi? Bir-birini men o'ylayman, kimgadir nimadir isbot qilishda bir xil paytda o'zimizda ham bo'ladi, yaxshi ko'rsatish bo'ladi, ahvol qanaqadir yomon bo'lsa ham 90% yolg'on deb o'ylayman. Bilasiz-ku kim? Bilasiz, hammasini ichida kim nima, haligi qimmat avtomobilda chiqib yuribdi, chiqibman, men avtomobilimsa, lekin uni yonida xuddi shu ish bilan shug'ullanadigan boshqa blogerlar biladi-ku bunaqa. 90% yolg'on, chunki kimgadir nimadir isbotlash uchun bo'lib qolgan hamma narsa. Kimgadir nimadir isbotlash, meni zo'rligimni bilsin, meni baxtliligimni bilsin, zo'r ovqat narsa qilayotganimni bilsin degan narsa bo'lib qolgan. Bu oddiy xalqqa ham yomon ta'sir qiladi. Bir xil shu narsani ko'rib, turmush o'rtog'idan talab qiladi, oilalarda janjallar paydo bo'ladi, Vaholanki o'sha ko'z-ko'z qilayotgan o'zi ham jasal yashamaydi. Avtomobili ham ijaraga olingan bo'lishi mumkin, yashayotgan uyi ham. Endi bir xil blogerlar bir haqiqatan ham juda ham baxtli, juda ham zo'r, ular ham ko'rsatadi, xalq shuni ko'rsin, shu narsaga intilsin degan niyatda ham ko'rsatishadi ko'pchilik. To'g'ri, 10% kimdir ko'rsatish kerak, 90% haqida gapirdingiz. Hozir 90% yolg'on dedingiz. Men o'zim ham o'zimdan kelib chiqib aytaman, bir xil payt men ham misol zo'r bo'lmayotgan narsani ham yaxshi deb qo'yishim mumkin. Endi hammasini ochiqchasiga aytmaysiz-da baribir. Mamnaqa ahvol bo'lyapti, mamnaqa yomonlik bo'lyapti, mamnaqa tanqislik bo'lyapti aytmaysiz. Yaxshi deb qo'yasiz bo'ldi. Bundan buyog'iga rejalar qanday? Bundan buyog'iga rejalar ko'p. Hozir mana bir oyda 7 kilogram tashladim. Yana 10 kilogram olishga harakatim bor, xudo xohlasa. To'yimdan oldin chunki 50 kilogram bo'lganman. To'ydan keyin 68 bo'lib ketganman. Xudo xohlasa buyog'iga ijod qilamiz ko'proq, harakat qilamiz. Oldingidek qaytib chiqib olishga, yaxshi bo'lib yurishga, ko'proq ijod qilib, ko'proq manfaatli narsalar qilishga. Barcha orzu niyatlaringizga erishib yuring. O'sha farzandlar, xudo xolisa qo'sha-qo'sha baxtli hayot va o'sha ijodingizda ham sizga ulkan zafarlar, omadlar tilab qolamiz. G'iybat bo'lib qolmasin ko'rsatuvni bu galgi soni nazarimda qiziqarli bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Men chetdan Jensavet suhbatini ko'rib o'tirdim. Shunday o'tirdim. Or deb. Sezdingizmi? Muhabbat qissalari ko'rsatuviga ham sayohat qildik. Otalar so'zi ham bo'ldi. Havasiga o'tdik, komediya, moliyaviy masalalar. Men chetda bir huquqshunoslik, savodxonlik bo'yicha uni ham oshirdik-a. Zo'r bo'ldi, haqiqatan qiziq suhbat bo'ldi. Pult Nilufar qo'lida bo'ldi bugun. Bunda Nilufar boshqardilar. Men birinchi xayrlashib olaman, keyin yakunlaysiz so'z. O'rtoqlar, kameramni ham yo'qotib qo'ydim. Efir zo'r bo'ldi, davom etaman. Men boshqa gapim yo'q, bu yog'i ayollarimiz hal qilishadi. Nilufar Sotibaldiyeva o'zi super yakun yasab beradi bugun ko'rsatuvimizga. Keyingi g'iybatda ko'rishguncha. Ha, bizni kuzatishda davom eting.
shunaqangi bir-biridan qiziqarli suhbatdoshlarni studiyamizga taklif etib, siz qiziqqan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha.